Assalomu alaykum. Farhodaga charchamayapsiz Assalomu aka? alaykum. Yaxshi rahmat. Aka mana sizdan balon xarid qilib. Bu moshinamizga birinchi marta qo'yapmiz. Bu mashina qo'ygan. Nargi mashinangiz qo'ygansiz. O'tgan yili qo'ydik buni. Xuddi mana shu kunlarda qo'ydik. Mana bu AD bilan iPhone. Mana bu Energy Al 2ni. Ayol 2ni. Oldiga перед qo'yganmiz. 70 ming yo'dik. Bu zadnisida. Ha, zadnisida. Vidushida. Buni qo'ygan sababim qishga muzlamaga yaxshiroq bu protektori. Galyotli. Ha, AD3 yaxshi, chunki eskidan 3 yil oldin ham nargi mashinamizga qo'yib yurardik. Qora Mercedes ham bor, akalarim o'shalarga ham qo'yib yurganmiz. 590 puldan zo'r qo'yib yurganmiz. Terednisi qanaqa? O yumshoqmi oldiga? Yumshoq oldiga bo'ladi, yaxshi. Zo'r. O pritsepga nima taqyapsiz? Pritsepga yana iPhone taqyapman. Va 27 da. 22 stol qo'yapman. O'zimda 24 edi. 22 stol qo'yapman hozir. Zo'r. Aka yana kutamiz. Xudo xolasa xizmatli bo'lsa aloqadamiz. Qo'yib berishni nima bo'lyapti? Tekin ili pul olishyapti? Yo'q, pul olishayotgani yo'q. Ichida qo'yib berish besplatdan, chiroyli muomalasi ham yaxshi joyda. Zo'r. Rahmat, Xudo xolasa xaridingiz uchun rahmat. Rahmat. Bizdan tanlaganingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, Usmon aka, yaxshimisiz? Sog'liqli, qanchalik tinchmisiz? Rahmat. Mijozimizda eng bir ajoyib mijozlardan biri ishlaringizga omad. Barakasini bersin. Aytgan sizlarga rahmat. Sizlarga ham sovg'amiz bo'lsa ham shuni qabul qilasiz. Rahmat. Rozi bo'linglar. Inshaalloh kelib turamiz aka shunaqa ma'lumotlarni. Rahmat sizlarga. Xizmatingiz uchun rozi bo'linglar. Biz rozimiz aka. Balonlar yaxshi sifatga, rahmat sizlarga. Sifatga olib kelaveringlar. Rahmat.